Assalamu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Aldı bilan ammanglarniki mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugungi so'zlashimning sababi balkim büyük qisminglar anglagan bo'lishinglar mumkin. O'tgan mushu yozda 6 ayda 7 ayda İdris Hasan deb qarindishimiz Turkiyadan Marokkoga borgan va Marokkoniki hukumati şu Interpol'ninki Xitoyniki Interpolni suiiste'mol qilishi bilan qo'l qilib Xitoyga ya'ni Xitoyga o'tkazib berish to'g'riliq qo'lga olgan va shunda ishlar bo'ldi. Tuniginki shu Marokko hukumatininki sudninki hukmiga nisbatan qarindishimiz Idris Hasanni Xitoyga o'tkazib bermoqchi bo'libdi. Shu qarorni chiqaribdi. Biz buni to'sash uchun, buni to'xtatish uchun qo'limizdan harakatlarni boshqa tashkilotlar bilan, xalqaro tashkilotlar, advokatlar va nurg'unchisi buni to'sash uchun harakat qilib boqdi va yana harakat qilyotdi. Bizningki eng oddiy qila oladiganimiz, masalan, shu Amerikadagi qarindoshlarniki besim silish uchun shu Marokko hukumatiga qo'yib berish uchun Idris Hasan qarindishimizni Xitoyga o'tkazib o'tmaslik uchun va qo'yib berish uchun namoyish qilishni to'g'ri ko'rdik. Bu namoyish aqmaydi, aqchi ko'kchi deganlar xato o'ylab qoldi deyman. Masalan, shuna deydiganlar bor. Necha qatim masalan Qatardagi bir qarindishimizni qaytarib o'tmiz degan vaqtda namoyish qilgandan keyin qalbilik qaytarib o'tmadi. Amerikaga keldi o qarindishimiz. Yani Uyg'ur qarindishimiz. Yani boshqalarniki qaytarilib o'tishi yoki nimasi qilimiz degan vaqtlar tutqun qilingan vaqtda namoyish qilgandan keyin shu davlatniki mayli elchixonasini oldida bo'lsa namoyish qilgandan keyin xil besim bo'ldi. Shuning uchun va biz shu ata Idris Hasan qarindishimizningki Xitoyga qaytarib o'tmaslik uchun shu Marokko davlatininki elchixonasi Washington DC'dagi elchixonasida namoyish o'rinlashtirdik. Soat 11dan 12gacha. Degan soat 11dan 12gacha. O'rni shu Washington DC'dagi Xitoy elchixonasidan o kadar yiroq emas. Hatta men qilsa 200 metr kelgidek yerda. Shuning uchun barliq shu Washington DC'dagi atrofdagi qarindoshlarimizningki bo'libmi shu faoliyatchilarningki, tashkilotlarningki, aqchi ko'kchilarningki, shu bu yerdagi u avam xalqimizningki Uyg'ur uchun kichik foydali qilish niyati bo'lsa va yoki shu uchun harakat qilamiz deydiganlar bo'lsa, bir soat vaqtingizni chiqarib ata bu namoyishda qatnashib Marokko hukumatini tezdan qarindishimiz Idris Hasanni qo'yib berishini talab qilamiz, chaqiriq qilamiz va yana shu Idris Hasan qarindishimizni tinch holatda boshqa bir yerga, boshqa bexatar yerga, masalan, mayli Turkiya bo'lsin, mayli Yevropa bo'lsin, mayli Amerika bo'lsin, boshqa yerga o'tkazib qo'yishini talab qilamiz qarindoshlar. Biz o'zimizningki chet eldagi bir qarindishimizni qutqizolmasak biz qarindoshlar, o'zininki necha million kamplardagi, turmalardagi vatandagi ishg'ol ostidagi vatanimizdagi Xitoyning turmalarida, kamplarida yetayotgan necha million qarindoshlarimizni qutqizolmaymiz agar o'zimizningki chet elda bir qarindishimizga ish chiqolmasak biz qarindoshlar. Shuning uchun ata soat 11dan 12gacha, atgan 11dan 12gacha Marokko elchixonasining oldida namoyish o'rinlashtirdik. Shu yerda Idris Hasan qarindishimizni qutqizish uchun, qo'yib berish uchun chaqiriq qilishinglarni biz bilan birlikda namoyish qilishinglarni chaqiriq qildik. Bo'libmi mishada kishilik huquqlarni qilamiz deydigan tashkilotlarni yoki shaxslarni biz siyosatga aralashmaydik, anda-manda degan bo'lsa, bu siyoset emas. Agar bir Uyg'urni
niyetiniz bolsa Uyghur için yardım kılımız deseniz bana en adli işini kılaydım öz karindaşlar. Bunu derhal vaqtida qilmasak, vaqt yetib ketsa kech qolamiz va qarindoshimiz Idris Hasanni Xitoyga o'tkazib beradi. O'tkazib berish qarorini chiqarib bo'libdi tugaga. Shuning uchun biz darhol harakat qilishimiz kerak. Agar iloji bor, dunyoning boshqa qarindoshlarimi o'zininki shu turishlik davlatninki Marokko elchixonasi bo'lsa, shu yerdami o'xshash namoyish qilib, Marokko hukumatini Idris Hasan qarindishimizni qo'yib berishini talab qilsanglar, texmi unumli bo'ladi qarindoshlar. Shuning uchun men videoni taqib qo'yishinglarni talab qilaman va shu atrofdagi barliq qarindoshlarniki ata soat 11 dan 12gacha, soat 11 da kelib bo'lishinglar kerak. 11 da shu Marokko elchixonasining oldida kurashga nisb bo'lgan. Assalomu alaykum.